sovg'asini to'pi basmoq. Hey, Ashay, nim bo'ldi? Nimacha ro'ying tushib ketdi? Ay, ming tasda bir qushqochni tutib olgan edim. Biroq u uchib ketdi. Men texi qandoq yaxshi narsa debdiman. Nihoyatda bir qushqochgan-ku shu. Amsi senda qushqochdinmi yaxshi narsa borkanda? Albatta. Hey, Ashay, sen bu so'g'isini topib basmoq degan hikoyani anglab baqqanmi? Anlagan, sening yaxshi narsang mushumidi? U bir idiom-ku. G'arbi Xan sulolasi davrida Xanvudining ikki vaziri bo'lib, birining ismi Jian, yana birining ismi Jangjuang ekan. Qani marhamat. Begim, mübarek teller aman mı? Keminleri enzirip Allah'tan sılını yoklap geliverdi. Şundaq. Begim. Sizlar texi tönögülü kelgandinglar-ku. Qani. Marhamat. Ahir ketishdi. Endi birdan bo'lsa-mu aram elib olay. Yerim kechida ishni chekkan kim o? Bu men. Jingjuang, sen miydin? Nima ish bo'ldi? Kash bo'lganda kelib qapsan-ku. Vay begim, biz mansab tutib nom shuhrat qozongandan keyin uyimdan mehmonlarning oyog'i uzilmay, xuddi ko'ktat bozirg'iga o'xshab qoldi. Hey, jing birodar. Ishkimizning dadi bir ekan. Men bu kun bo'yi aram ololmayapman, bak charchab ketdim. Keyin Xanudi ularni mansabidan qoldiribdi. Shuningdan boshlab ularning uyiga birmi odam kelmaydigan bo'libdi. Kayfonliq Jaygong ilgari orda ahkam vaziri bo'lganda yiroq yaqindan uni yo'qlab keladiganlarning oyog'i uzilmaydi. U mansabdan qoldirilgandan keyin uni yo'qlaydigan birmi odam qolmadi. Hey, sen nima ish qilyapsan? Qushqoch tutaymikin deyman. Nima? Qushqoch tutaymikin? Ota, siz mansabdan qoldirilgandan keyin uyimiz bakli cho'lda arab qoldi. Uyimizga qushqoch o'g'lab ketibdi. Qarang. Keyin Jaygongning mansibi asliga keldi. Kishilar uni yana yo'qlamoqchi bo'lishib, Jaygongning ishiga oldiga kelib qarasa, Jaygong ishigiga mundaq deb yozib qo'yibdi. Odam hayotida do'st bilan dushmanni farqlantirish kerak. Boy bo'lganda yot etib, boshqa kun tushganda unutib qoladiganlar kishiga haqiqiy do'st bo'la olmaydi. bu so'g'isini to'pi basmoq degan bu idiomda o'tmishdagi mansabdorlarning martabasining nihoyatda yuqoriligi. Mansabdan qolsa, hech kim yo'qlab kelmay, uyining cho'ldarib qoladiganligi bayon qilingan bo'lib, odamning ishlari zavolliqqa qarab yuzlanganda do'st birodarlar ozib ketadiganligini tushuntirib berdi.